Xo'p, akalar, rossiyskiy bagaj bo'likka inomarkalarni skidka qilamiz. Hech kim buni qanaqa qilib bera olmaydi. Akalar, mana Cherry 7 Pro Rossiyadan kelgan 50 ming so'm. Bu yoqda Hyundai Tucson 50 ming so'm. Cadillac Skoda bor. Mana bu yerda Matizlarimiz bor, bagaj bo'liklarimiz 30 mingdan. Nexia bagaj bo'liklarimiz bor, rossiyskiy Nexia 1, Nexia 2 30 mingdan. Lasetti gazimiz bor, Cobalt gaz bor, u ham 30 ming so'mdan. Malibu 1, Malibu 2 bor, ular 50 ming so'mdan. Bizda spiskasi bor, skrinni olsanglar bo'ladi. K5imiz bor, 50 ming so'm. Honda Tucson 50 ming so'm, Kia Sters 50 ming so'm. Cobalt gaz bor, ular 30 mingdan, Nexus 3 gaz 30 mingdan. Cherry 7 Pro bor, 50 ming so'm. Malibu 2, Malibu 1 50 ming so'm. Skoda Cadillac'lar 50 ming so'm, Matizlar 30 ming. Kia Creta u ham 50 ming so'm, Orlando ham 50 ming so'mdan. İmkon qadar videoni keng tarqatib, iloji boricha layklarni bo'ng'ilab bosib, podelitsiya qilib ko'pchilik jo'natib qo'yinglar.